Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda nasldoshlik to'g'risida gaplashamiz. Obyektlar, klasslar orasida nasldoshlik bu ma'lum bir klassga taalluqli bo'lgan o'zgaruvchilar, konstantlar yoki usullar, shunga o'xshash narsalarni u klassga aloqador bo'lgan boshqa klasslar tomonidan o'zlashtirilishiga aytiladi. Nasldoshlik. Klasslar orasida nasldoshlik deb shunga aytiladi. Uni o'rganish uchun birinchi navbatda bitta klass ochib olaylik. Bu klassning nomi nabira bo'lsin. Nabira. Undan keyin yana bitta klass ochaylik. Bu klassning nomi o'g'il bo'lsin. O'g'il deb qo'yaman. Apostroflar chiqarib olmaydi shuning uchun. O'g'il degan ham klass ochdim. Undan keyin yana bitta klass ochib, bu klassning nomi ota bo'lsin. Ota. Undan keyin yana bitta klass ochib, bu klassning nomi bobo bo'lsin. Bobo degan klass ochdim. Endi bu nabira ham nafas oladi, o'g'il ham nafas oladi, ota ham nafas oladi, bobo ham nafas oladi, to'g'rimi? Endi har bitta klass uchun men bittadan metod yozib chiqmoqchiman. Public void nafas ol degan metod ekranga nafas printlanadi. Ekranga men nafas olyapman degan yozuvni chiqarib bersin. Ekranga men nafas olyapman degan yozuvni nabira ham chiqarib berish kerak, o'g'il ham chiqarib berish kerak, ota ham chiqarib berish kerak, bobo ham chiqarib berish kerak. Bobo ham chiqarib berish kerak. Endi to'rtta klass yasadim. Mana nabira, o'g'il, ota, bobo degan klasslarim bor. Har bitta klassimning bittadan metodi bor, usuli bor. Nafas ol degan metodim. Agar men asosiy klassimga, mana main metodi bor klassimga kelib turib, har bitta klassdan obyekt yaratsam, masalan, nabira degan klassdan nabira obyekt barobar new nabira. Undan keyin o'g'ildan ham bobodan boshlaylik-da. Bu narsani tushunishga sara bo'ladi. Xo'sh, bobodan obyekt oldim. Ota obyekt barobar new otadan ham obyekt oldim. Undan keyin bobo, ota, o'g'il o'g'ildan ham obyekt oldim. Endi nabiradan ham obyekt olmoqchiman. Nabira obyekt barobar new nabira. Xo'sh, mana to'rtta klass yasadim. To'rtalasidan ham obyekt oldim. Endi har bitta obyektdan men nafas ol degan metodini ishlatmoqchiman. Bobo obyektni ham nafas olgizaman. Undan keyin ota obyektni ham nafas olgizaman. Undan keyin o'g'il obyektni ham nafas olgizamoqchiman. Mana nafas ol. Endi nabira obyektni ham nafas olmoqchiman. Endi kodimni ishga tushirsam, mayda xatolik bor ekan, xatolik urg'ib ketib qolibdi. Kodimni ishga tushirsam, mana har bittasi men nafas olyapman, men nafas olyapman degan yozuvni chiqarib berdi. Xullas, kodimiz oxiriga yetdi. Buyurtmachiga kod havola qildik e'tiboriga. Endi buyurtmachi ko'rib turib aytdiki, menga shu men nafas olyapman degan yozuv yoqmayapti.
Ashuni o'rniga o'zim nafas olyapman degan yozuvni chiqaraylik deb qoldim, misol uchun endi. O'rganishni kulgili bo'lsa ham shunaqa qarab misol keltiraveramiz. Asosiy maqsad o'rganish hozir. Xullas buyurtmachi shuna deyapti. Men nafas olyapman demasin, o'zim nafas olyapman desin. Mana shu men bo'lmasin, men o'ziga men degan so'zni o'rniga o'zim degan so'zni qo'yib qo'yaylik deb buyurtmachi dasturimizga o'zgartirish kiritishni talab qilyapti deylik misol uchun. Endi unda nima qilamiz? Har bitta misol uchun mana shu 4 ta klass ochdimi? Nabira, ota, o'g'il, bobo har bitta klassni ichiga kirib, nafas ol degan metodini ichiga kirib, mana bu men degan so'zni o'zimga almashtirib chiqishim kerak hozir, to'g'rimi? Shunaqa agar shuni qiladigan bo'lsa, kodim to'g'ri ishlaydi mana. Mana hozir Nabiraga o'zim nafas olyapman deb qo'yman, o'zim nafas olyapman deyapti. Lekin aslida shuna qilish shart emas. Har bitta metodni o'zgartirib chiqmasdan, bitta metodni o'zgartirish orqali kifoyalanib qo'yish ham mumkin. Buni nasldoshlik deydi. Uning uchun mana Nabiraga nafas ol degan metod shart emas. O'g'ilga ham shart emas, chunki men bittada qilsam bo'ladi mana. Undan keyin otaga ham shart emas. Boboga qo'ysam, o'zim nafas olyapman degan yozuvdi. O'zim nafas olyapman degan yozuvdi boboga qo'yib turib, shu bobodan boshqalari bobodan ota ham, o'g'il ham, nabira ham nasl oladigan bo'lsa, har bitta nasl olgan, bobodan nasl olgan obyektda nafas ol degan metod bor bo'lib qolaveradi. Xuddi boboni merosi o'zini avlodiga tarqaganday. Bitta odamda merosi o'zini kelajak avlodiga tarqaganday, boboni nafas ol degan o'zini mulki, o'zini metodi boshqa o'zini avlod ajdodlariga tarqab ketaveradi. Mana nafas ol degan metodi bor boboni. Bobo degan klassda nafas ol degan metodi bor. Endi ota bobodan nasl olsin deyish uchun extends degan bitta kalit so'z bor. Extends degan kalit so'zni yozib turib, qaysi klassdan nasl olmoqchi bo'layotgan bo'lsak, o'sha klassning nomini yozib qo'yishimiz kerak. Mana biz ota bobodan klass olmoqchi. To'g'rimi? Ota bobodan klass oladi. O'g'lim nasl oladi. O'g'lim bobodan nasl oladi. Nabira ham bobodan nasl oladi. Shu bilan nasldoshlikni biz yo'lga qo'ydik hozir. Nasldoshlik yo'lga qo'yib bo'lindi. Har bittasi mana Nabira ham, o'g'il ham, ota ham hammasi bobodan nasl olyapti hozir. Endi nafas ol degan metod bor, nafas ol degan metod bor. Endi buni bemalol ishlatsak bo'laveradi. Mana o'zim nafas olyapman deyapti hammasi. Hozir mana bobo obyekti bo'pti, mana nafas ol deyapmiz. Bobo obyekt bobo klassdan olingan. Bobo klassda ichiga kirib ko'rsak, mana haqiqatdan ham nafas ol degan metodi bor. Lekin mana pastga tushib qarasak, ota obyektda ham nuqta nafas ol desak, nafas ol ishlab ketaveryapti. Aslida biz ota degan klass ichiga kirib qarasak, umuman bitta metod yozmaganmiz bunga. Metod yozmagan bo'lishimizga qaramasdan, extends bobo degan yozuvdi hisobiga, bobodan nasl olyapti degan yozuvdi hisobiga, mana shu ikkitagina so'zli hisobiga boboning ichida faqat bitta nafas olmas. Buning ichida yuzlab, minglab metodlar, bundan tashqari public o'zgaruvchilar bo'lsa ham, hammasini ota o'ziga olaveradi. Hammasini ota o'ziga olaveradi. O'g'il ham xuddi shunaqa. Undan keyin nabira ham xuddi shunaqa. Buni nomini nasldoshlik deydi. Buni nomini nasldoshlik deydi. Endi nasldoshlik faqat bitta pog'onada bo'lishi shart emas. Bir nechta pog'onada ham bo'lishi mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Aytaylik, mana boboni nafas ol degan metodi bor. Bobodan nafas ol degan metod bor. Lekin ota o'ziga yana bitta metod qo'shishi mumkin. Ota misol uchun public void nafas ol taomlan degan metod qo'shib qo'yaylik.
ota taomlanar ekan hamma. Misol uchun endi system out printlana taomlan degan metodini ishga tushirsam ekranga men taomlanyapman degan yozuvni chiqarib bersin. Men taomlanyapman deydi. Boboda nafas ol bor, lekin otada bobodan nasl olgani uchun ota nafas ol degan metodi ham bo'ladi otani endi. Undan tashqari taomlan degan metodi ham bo'ladi. Endi o'g'il otadan meros olsin. O'g'il ota degan klassdan meros olsin deb yozib qo'yadigan bo'lsam, endi o'g'il degan klassdan olingan obyektni taomlan degan metodi ham bo'ladi. Nafas ol degan metodi ham bo'ladi. Chunki ota bobodan nasl olgan. Boboni nafas ol degan metodini o'ziga o'zlashtirgan. Endi bu otani o'zida nafas ol degan o'ziga bobodan o'zlashtirgan metoddan tashqari taomlan degan metodi ham bor. Endi o'g'il otadan nafas olgandan keyin otada mavjud bo'lgan nafas ol degan metodni ham o'ziga o'zlashtirish mumkin. O'zlashtiraveradi. Undan tashqari taomlan degan metodni ham o'ziga o'zlashtiraveradi. Endi aytaylik, o'g'ilda o'zini alohida bitta xususiyati ham bor. Aytaylik, o'g'il kompyuterda ishlashni biladi. Public void kompyuter ishlat. O'g'li kompyuter ishlatishni ham bilar ekan, nafas olib taomlanishdan tashqari. System out printlanadi bu ekranga. Men kompyuter ishlatyapman. Men kompyuter ishlatyapman dedi mana. Ekranga chiqarib beryapmiz. Bobo nafas olishni biladi. Lekin taomlanishni bilmaydi. Endi misolimiz qo'pol bo'lsa ham. Undan keyin ota taomlanishni ham biladi. Bobodan nasl olganini hisobiga nafas olishni ham biladi. Endi o'g'il sal zamonaviyroq chiqib qoldi. Kompyuter ishlatishni ham bilar ekan. Bu otadan nasl olyapti. Otadan o'ziga taomlanishni ham nasl olgan. Otasi bobosini nafas olishni ham o'ziga nasl olgani, meros olganini hisobiga nafas olishni ham o'ziga meros olgan. O'g'il. Endi bu bilan o'g'il kompyuter ishlatishni ham biladi. Undan keyin taomlanishni otasidan o'rganib olgan. Undan keyin nafas olishni bobosidan o'rgangan. Bobosi o'zi o'g'liga o'rgatib qo'ydi nafas olishni. U o'g'il o'zini otasidan nafas olishni ham o'rganib olgan. Shu bilan endi bu ota degan klass kompyuter ishlatishni ham biladi. O'g'il degan klass kompyuter ishlashni biladi, nafas olishni biladi, taomlanishni biladi. Endi nabira degan klassimiz bor edi. Nabira degan klass endi o'g'ildan nasl olgan bo'lsa, o'g'ildan bitta pog'ona pastga tushib ketyapti, e'tibor bergan bo'lsanglar. Endi o'g'il ichcha anaqaroq ekan, faqat kompyuter ishlatishni ham bilmaydi, dastur tuzishni ham bilar ekan deylik mana. Dastur tuzadigan metod yozib qo'yamiz. Bu javob qaytaradi bu. Endi bu ekranga men dastur yozyapman. Men dasturga kod yozyapman deb yozuv chiqarib bersan. Ana endi bo'lib xudo xolasa nasldoshlikni ham tushunib degan vaqtimiz keldi. Bobo obyektimiz ham bor, ota obyektimiz ham yaratilgan, o'g'il obyektimiz ham yaratilgan. Xo'sh, nabira obyektimiz ham yaratilgan. Bobo obyekti nafas ol degan metodi bor. Lekin bobo obyekti
Boshqa o'zi bilgan metodi yo'q. Mana shu 10 kelganda aytib qo'ydi, mana equals degan, hashcode degan, nafas ol, notified, nafas oldi biz yozdik-ku. Lekin bundan boshqa nuqta bossak chiqib qolayotgan metodlarimiz bu object degan metod bor mana. Menga yozib qo'yibdi mana. Object. Object degan metoddan o'rganadi hammasini. Xuddi odamning avlodini eng birinchi pog'onasida, birinchi boshlanishida odam ato turganiga o'xshab, obyektlarda ham eng birinchi pog'onasida biz xohlasak, xohlamasak, extend deb yozsak ham, yozmasak ham object degan narsa turaveradi. Shu mana notify all toString wait mana ikki xili bor ekan, mana bitta argumentlisi ham bor ekan, yana bitta ikkita argumentlisi ham bor ekan. Mana shu metodlar hammasi obyektdan nasl olgan. Lekin mana metod bobodan nasl oldi mana. Boboni nasl olmabdi, boboni o'ziniki ekan. Xullas, bobo obyekt nafas olishni biladi, o'zimiz mavzuga qaytaveraylik. Lekin ota obyekt taomlanishni ham bilardi, taomlanishni bilmas ekan mana. T-ni bossam, toString chiqyapti, taomlanish chiqmayapti. Endi ota obyekt ham nafas olishni ham biladi. Bobosidan o'rgangan, o'zining otasi bo'ladi u. Endi ota obyekt bundan tashqari taomlanishni ham biladi mana. Taomlan chiqib qolyapti. Taomlan desam ekranga mana men taomlanyapman degan yozuvni ham chiqarib beryapti mana. Darsimiz cho'zilib ketaversin. Bitta narsani shunga qo'shib qo'ymoqchiman. Qaysi obyekt ishlatayotganini. Bobo obyekt. Mana shu obyektni bitta shablon qo'ysam, o'zimga oson bo'ladi. Bu bobo obyekti qilayotgan ishlari, undan keyin ota obyekti qilayotgan ishlari, undan keyin maytdan boshlab o'g'il obyekti qilayotgan ishlarni yozamiz, maytdan boshlab nabira obyekti qilayotgan ishlarni yozamiz. Bobo obyekt, bekka ota obyekt, bekka o'g'il obyekt, bekka nabira obyekt bo'ldi mana. Nabira obyekt. Makkachi tushunarliroq bo'lishi uchun mana ikki slash n qilib qo'ysam, orasida bittadan joy tashab qo'yaman. Mana. Endi zo'r bo'ldi. Endi kodim ishlatay. Kodim ishga tushdi. Nima deyapti? Bobo obyekt o'zim nafas olyapman dedi. Ota obyekt o'zim nafas olyapman ham deyapti, men taomlanyapman ham deyapti. To'g'rimi? Ota obyektda taomlan degan metodi ham bor-da. Lekin men mana ikki bobo obyektga taomlan degan metodni yozmoqchi bo'lsam, taomlan degan metodini ishlataman desam, o'zimcha bunaqa metodi yo'q deydi. Mana. The method taomlan is undefined for the type bobo. Bobo degan tip uchun taomlan degan metod aniqlanmagan deyapti. Xullas, bobo taomlanishni bilmaydi. Lekin ota biladi. Endi o'g'il bor edi. O'g'il obyekt nima qiladi? O'g'il obyekt nafas olishni ham biladi, tepada yozganmiz. Taomlanishni ham biladi mana. Darasida o'rganib olganda bu. Endi o'g'il obyekt bundan tashqari kompyuterda ishlashni ham biladi. Mana kompyuter ishlat degan metodni ham ishlatish mumkin xohlasam. Ishlatsam mana ishlayveradi mana. Nima bo'ldi bo'lib? Bobo obyekt o'zim nafas olyapman deyapti. Undan keyin ota obyektdan bor edi. Ota obyekt o'zim nafas olyapman ham deyapti, men taomlanyapman ham deyapti. Undan keyin o'g'il obyekt bor edi. O'g'il obyekt o'zim nafas olyapman ham deyapti. Undan tashqari men taomlanyapman ham deyapti. Undan keyin men kompyuter ishlatyapman ham deyapti.
ekranga sig'may qolayotganga o'xshabdi. Mana ularni ortiqchalik qilyapti. Biz ko'rmasak, bizga ortiqcha nima keragi bor? Xullas endi nabira obyekt ham bor. Nabira obyekt nafas olishni ham biladi, taomlanishni ham biladi. Nabira obyekt kompyuter ishlatishni ham biladi. Nabira obyekt dastur tuzishni ham biladi. Bobo obyekt o'zim nafas olyapman deyapti. Ota obyekt o'zim nafas olyapman deyapti, men taomlanyapman deyapti. Endi o'g'il obyekt o'zim nafas olyapman deyapti, men taomlanyapman deyapti, men kompyuter ishlatyapman deyapti. Qarang, o'g'il ko'proq narsa bilar ekan. Ko'proq narsa. Nabira obyekt endi. Nabira o'g'ildan ham nasl olgan, otadan ham nasl olgan, bobodan ham nasl olgan. Uchalasining hammasini merosxo'ri nabira. Nabira nafas olishda ham meros olgan, taomlanishda kimdan meros olgan? Otasidan. U unga bobo bo'ladi xullas. Men kompyuter ishlataman degan narsani o'g'ildan nasl olgan. Men dasturga kod yozyapman deganda o'zi o'rganib olgan. O'zi bilib olgan. Xullas tushunarli bo'ldi shekilli. Xuddi odamlar bir-biridan meros olib, meros berayotganga o'xshagan narsa bu. Faqat bu tepadan pastga tushadi xolos. Misol hayotda o'g'il otaga meros qoldirishi ham mumkin. Agar orqasida otasidan boshqa hech kim qolmayotgan bo'lsa, lekin dasturlashda faqat tepadagilar pastga meros beradi xolos. Tushunarli bo'ldi shekilli, menimcha takrorlab o'tirishimga hojat yo'q. Shuna bo'lsa ham tez-tez takrorlab qo'yaver, yana tushunarli bo'lmay qolmasligi uchun. Bobo nasldoshlikda o'tdi bugun, nasldoshlikda o'rganyapmiz. Nasldoshlik bu ma'lum bir klassga taalluqli bo'lgan ma'lum bir metod yoki o'zgaruvchilarni o'zi nasl berayotgan, o'ziga aloqador bo'lgan boshqa obyektlarga ham uzatishi hisoblanadi. Shunga aytiladi. Bizning misolimizda boboni nafas ol degan metodi bor edi. Ota bobodan nasl olgani hisobiga bu ota degan klassimiz ham nafas ol degan metodni o'rganib oldi. Nafas olishni o'rganib oldi. Undan keyin otani taomlan degan metodi bor edi. O'g'il otadan nasl olgani hisobiga taomlanni ham o'rganib oldi. Undan keyin boboni nafas olishni ham biladi, chunki ota bobodan nafas olganda, otani o'zi bobodan nafas olgan. Boboni nafas olini ota biladi, otani taomlanini o'g'il biladi, chunki o'g'il otadan nasl olyapti. Undan keyin nabira degan klassimiz bor, o'g'ildan nasl olyapti. U o'g'ilni kompyuter ishlat degan metodni ham biladi nabira, otani taomlan degan metodni ham biladi nabira, boboni nafas ol degan metodni ham biladi nabira. Chunki darajama-daraja, pog'onama-pog'ona nasldoshlik davom etib ketayotgani hisobiga. Undan keyin mana oxirida ozgina kod yozib, nimalar bo'layotganini yaxshiroq tushunib olishga urinib ko'rdik. Menimcha darsim tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Tushunmay qolsanglar bir necha bor takror ko'rishinglar natijasida yaxshiroq tushunib olishinglar mumkin. Shu bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayrlashamiz. Salomat bo'linglar.